to'g'risini aytaman, man psixologiya bilan qiziqmayman, baxtli bo'laman deydi, lekin baxt o'zi nima desangiz bilmaydi. Bizni baxtli bo'lishni o'rgatishmagan. Ayollarni baxtli bo'lishi shart va majburiy narsa. Sizni asl maqsadingiz baxtli bo'lish emas. Kim bo'lsa-ki xayolingizda, lekin o'zingiz emas. Chunki bizani o'rgatishmaganda, gap qaytarsam seni uydan haydashadi. Birinchi kunda qo'lingdan tepib haydab yuborishadi deb oyim derdi. Bitta katta sirni aytib qo'ymoqchiman ayollarga. Ana ko'rdinglarmi, sizlardan sirimiz bor. Nikoh muqaddas, lekin muqaddasligi nimada? Xiyonatning sababi nima? Qachon bizni diqqat e'tiborimiz turmush o'rtog'imizda bo'lar ekan, biz albatta xiyonatga uchraymiz. Xohlasangiz qoldiring, xohlasangiz qirqib tashlang. Erkak kishining tabiati ayol kishining tabiatidan tubdan farq qiladi. Istagan odam deydi imkoniyat topadi, istamagan odam bahona topadi. Baxtiyor bo'lish uchun nimalar qilish kerak? Baxtiyor munosabatlarning formulasi bitta. Eng katta bo'ladigan muammolar bu. Munosabatlar, pul, sog'lik. Sharoitda gap emas. Gap odamni hayoti uchun mas'uliyatni qanchalik o'ziga olganida. Bepushtlik bilan sizga murojaat qilishadimi? Bepushtlik ham bu fikrlashdan. Men doim aytaman, mani usulim aniq tizim haqida. Suf-kuf qilib emas, harakat bo'lmasa albatta natija bo'lmaydi. Bor haqiqat shundan iborat.